Allohdan bir kechada kelgan mo'jiza. Esingizda bo'lsa, 24 soat ichida niyatni ijobat qiluvchi bir duo haqida video qilgan edim va bir obunachim mana shu duo ijobati haqida yozib qolibdilar. O'zingiz amin bo'lasiz, eshiting. Assalomu alaykum o'g'lim. 24 soat ichida ijobat bo'ladi degan duoingizni ko'rib, niyat qilib o'qigan edim. 23-aprel xuftondan so'ng duo qildim. 25-aprel kuni farzandimning tug'ilgan kuni edi. U 12 yoshni qarshilayotgan edi. Lekin biroz mablag'imiz yetmay turgandi. Farzandim, "Ayajon, mayli, tug'ilgan kunimni qilmasak ham boriga shukr. Men xafa emasman" deb turganda, sizning videoingiz oldimdan chiqib qoldi. Farzandimga aytdim, u ham men ham tug'ilgan kun uchun chiroyli o'tkazish uchun duo qildik. To'g'risi, pulimiz deyarli qolmagandi. Allohdan farzandim uchun yetkaz deya so'radim. Asr namozini o'qib chiqayotsam, ya'ni 24-aprel bugun farzandim xursand bo'lib tort ko'tarib kiryapti. "Oyjon, qarang, bir amaki tort berib ketdi" deydi. Hayron bo'lib ko'chaga chiqsam, bozorlik qilib ketilgan, lekin hech kim yo'q. Bolamdan so'rasam, tortni ehtiyotlab olib kir. Bularni orqangdan olib kiraman dedilar, dedi. Lekin qarasak hech kim yo'q. Uyga olib kirib qarasak, tug'ilgan kun uchun boridan ortiq bozorlik qilingan. Bolam orzu qilib yurgan tortning o'zginasi. Hatto rangi ham shunday edi. Allohning marhamatini qarang, g'oyibdan yetkazdi. Sizni hozir izlab topdim. O'g'lim og'irdimda shu duoni Alloh izni bilan menga yetkazib umid bag'ishladingiz deya o'z minnatdorchiliklarini bildirib rahmat deya yozib qoldiribdilar. Allohning marhamatini qarang. Bu shunchaki tasodif emas, bu videoning chiqishi ham tasodif emas. Albatta siz ham ishonib Allohdan sidqidildan so'rang, Alloh rizq va najot beradi. Inshaalloh xayrli bo'lsin. Bu voqea esa barchamizga dars bo'lsin. Alloh kun fayakun bo'l deydi va bo'ladi. Xayrli bo'lsin.